Bitta o'g'il ekanda. Mana bolam. Aziz vatandoshim, bemorimizni ko'ring. 11 yildan beri shu holatda ekan. Siz 11 yil emas, bir kun shu qaltiragan holatda tura olasizmi? Bu nimadan? Pul yo'qligidan, lechena qila olmaganligidan, operatsiya qildira olmaganligidan 11 yildan beri shu ahvolda. Kamiga erkakka sinov bermasin. Ayol ham tashlab ketgan. Kasal qarab charchadim deb. Bu Xudodan kelingan sinov. Sinovdan o'tarmabdi. Buni ham bir hikmati bor. Xudo xolasa akamizni bizga o'sha turumcha sog' yurishida siz bilan bizni Alloh sababchi qilgandir. Ro'parangizda video chiqdimi? Demak, Xudoyim sizni ham ehson qilishni xohladi. Pulim yo'q. Siz videoni tarqatib boshqalarni ehson qilishga chorlasangiz bo'ladi. O'sha ham bitta savob. Qani ketdik. Aziz vatandoshlar, buni davosi bor. Namanganda ham bir sinimizni olib chiqqanimizda o'sha 20 ming dollarga operatsiyasini qildirgan Samarqandda hozir guldek bo'lib xizmatlar qilib hamma yoq shipirib yuribdi. O'sha chip o'rnatadida ahvol juda ayanchli. Bitta o'g'il, 3 ta opasi. Bu eng katta opasi. Opamizni ham turmush o'rtoqlari o'tib ketgan. Bitta o'g'li bilan hozir onaxon bundan 7 yil oldin institutning boshida o'tkazgan. Dadalari turmush o'rtog'i o'tib ketgan. Sharoit juda og'ir. Boquvchi o'g'il bu ahvolda. Aziz vatandoshim, keling, qo'lingizdan kelgancha quyidagi qo'yilgan kartalarga hissangizni qo'shing. Kartalarimiz har safargidek limitga tushib qolyapti. Bitta kartada 100 ta limit bor. Hozir 6-7 ta karta qo'yganmiz. Hammasiga harakat qilasiz. Tushira olmasangiz limit to'lgan bo'ladi. Kechasi 12dan keyin harakat qilasiz. Bu ham bir omad. Biz hozir Andijon viloyati Sharxon tumani Nazo Mahram qishlog'idamiz. Agar kimdir Andijondanman, Namangandan, Farg'onadanman shu bemorni oldiga o'zim naqd pul olib borib beraman degan insonlar quyidagi admin raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, pastdagi 66-64 ga sizlarga lakassa bilan telefon nomerlarini beradi. Bemalol kelib ehson qilib berasiz. Toshkentda ehson qiladiganlarga ham adminga telefon qilsanglar, Instagram adminimiz Mohiraxonni nomerini beradi. Sizlardan pulni olib bizga jo'natadi. Har birlari pulinglarni so'mini tinigacha isboti bilan 24 soatda olib chiqib beramiz. Aziz vatandoshlar, iltimos adminni o'zingizni tamom yopa olmayapman, ayolim kreditini to'lay olmayapman degan bema'ni vajlaringizdan bugun zaynat qilmang. Adminga ehson qiluvchilar telefon qiladi. Pul yetib kelish yo'lini to'sib qo'ymang. Aziz vatandoshlar, ehsonimiz ochildi. Ehson qilishga ulgurib qoling. Men tuzalib sog'ayib ketishni xohlardim. Ularga kelib yordam beringlar. Tuzalib yaxshi bo'lsam, onamni o'zim qarasam deyman. Opalarimni senlar rahmga amal qilib, opalarimni rahmga ko'rsatmayman.